Türkçe ünlü lazım. Birinci, ikinci, üçüncü, Türk soru. Alman buldum ya. Ki Bruno acıkma mı? Arkadaşlar bir şey var. Arkadaşlar bir Birinci şey var. ikinci bloktan bir soru. Üçüncü bloktan bir soru. Acaba kim okumuşsa? Kim olmuş? Alırım. Yokma olacak. Ki aşık bana mı? Ben bekliyorum. Bugün bunu okşayacağız. Ne yapacağız? Hani yansın? Selamatlik ordeni kimlarga beriladi? Salomatlik ordeni qahramonlarga sog'lom, qahramonlarga sog'lom kishilarga beriladi, asosan tekshiriladi. Hocam bununla akilinin babası teşekkürler. Bundan şimdi çok teşekkür ederim. Salomatlik ordeni asosan masalan tekshiriladi, har bir a'zolar tekshirilgandan so'ng masalan armiyaga boruvchilarga hamda o'sha shifokorlar tomonidan tekshiriladi, hamda salomatlik ordeni beriladi. Doğru. Sağ olan hangisine veriyor mu? Zor oynuyor. Neye veriyor? Bu devlet organında, Ordeni. Şimdi babalarga veriladi. O'sha sog'lom, qahramonlarga sog'lom. Cevap veremez. Hatta Rabbinin savunmalarını sana geçmez. Orden emez, orden. Orada olanlar mı? Savunmalar mı? Orada mı? Savunmalar mı? Hangisi iyi bir şey? Cevabınız kanıtarsız. Umuman nodoğru. Bunun için sizge mutabak bulunuruz. Xo'jalik bekasi vazifalari. Dentologiya normasining buzilishi va sabablari. Dentologiya, ya'ni har bir kasal turiga qarab unga farqli stollar buyuriladi. Farqli stollari asosan 15 ta. Diyantologiya. Dentologiya normasining buzilishi va sabablari. Dentologiya uchun farqli stollar bilan bo'lgan. Nasıl? Nasıl kimse? Teknik şey boyunca şu. Birinci yönetici cevap ver. Xo'jalik bekasi vazifalari. Xo'jalik bekasi kim bo'ldi? Nima ishlar bajardi? Hamshiralikda bo'lgan savolga xo'jalik bekasi. Xo'jalik bekasi degan qayerda bo'ladimi? Xo'jalik bekasi bo'lgan o'zi kim?
xo'jalik bekasi o'sha har bir to'rtada qishloq punktlarda xo'jalik bekasi bo'ladi, har bir oila uchun ishlatilgan. Chavarni desangiz, xo'jalik bekasi, sestra xozyaйка qo'mchasini modarlari. Ular kunlarini boshqaradi. Ular o'sha hamshiralarni boshqaradi, hujjat ishlarini olib boradi, o'sha dorilarni, yo'riqnomalarini olib boradi. Xo'jalik bekasi bo'lsa, hamshirani qiladimi? Hamshiralarni boshqaradi. Hamshirani boshqaradimi? O'rganmiz. Beşinci yazdan beri. Bunlar zaminler falan. Oğuzlarla çıkardı. Bunlar vazife bacarı. Şu an çok Sizde Türkçe blokta resim verdim. Şurasında qanday anatomiya azam. Şimdi yazışınız gerek. Resimdagi qanday azam. Birinchi savol shu. Keyin raqamlar beriladi. Shu raqamda shu a'zoning qanday anatomik xoslalari deb tushunishi. Yazishingiz kerak. Boshida nima yozib, familiyangizni yozib, tepasiga shu rasmni yozib, tepasiga familiyangizni ismingizni. Bunlar aslında qanday azam. Endi har bir numeratsiya raqamni yoniga yozib chiqadi. Nima? Qanday anatomik xoslar? Yani sizin programı verilmiyor. To'rtinchasini Sıkıntı yok. O'zbekcha bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin. Hozircha yozsangiz, Boşluk bu ya. Şu sorunun aslında bunu takip ediyorsunuz. javobdan aniq javob yozamiz. Tamom qilamiz. Shu javobimizni aniq javobimizni. Bugun javobimiz sizning noto'g'ri. Bu qanot emas. Bu bosh suyagi tegishli, hammasidan suyagi. Bosh suyakda bo'ladi. Qanot emas, aniq emas. Bahonamiz nima? Rasmda nimani chiqaramiz? Dokument yapıyor. Pasportun dokun pasport. Ne yaptı? Kara. Pasport kara. Yani bu şey inki. Ne kaptan var? İnki kara. İnki. Pasportun dokun. Вот. Понятно. Yaptım. Herkesten şu an pasportun Çok önemli. dönüşüm yok. Herkesten. Çok önemli. İnsan bu şu sanıyor. Yok insan. Bunu da toplanmaz. Toplasın. Hayır, zaten. Sana böyle praktика сразу. Как сразу сестра хозяйка говорит, что ладно вниз. Расскажи, куда вы шли? Расскажи, куда Asadbek birinchi blokni hammasi bolamiz ochib olaveradi. Doktor. Birinchi blokdan boshlab javob berishingiz mumkin. Bu? Если O'zlar qo'llaydi. Shuni o'rtasida ikkinchi o'rtada o'zbek tilida
Savolni o'qib yuboring. Kimlar tutilmasin. Sog'liqni saqlashning asosiy prinsiplari. Fuqarolar sog'lig'ini saqlashning asosiy prinsiplari haqida aytasiz. Tamoyillar. Koronavirusga vaqt koronavirusga vaqt Yo'q, bu suhbat bo'ldi. sog'liqni saqlashning asosiy prinsiplari. Kasalliklardan xavflanishlarga qarshi bemorlar ko'p hollarda xavfsizlik ishlari bemorning kasallik kasallikdan saqlab qoladi. Bu bir tamoyili. Boshqa tamoyillar. Masalan, o'zingizning ishingizni qanday tamoyillarga asosan olib borasiz? Fuqarolar sog'lig'ini saqlash bo'yicha ishlar olib borasiz-ku, masalan. Qanday tamoyillarga asoslanasiz? Mehnat xavfsizligini qoidalarini amal qilsa, sog'liqni insonlik vaziyatga ko'tarilmoqda. Sizning emingiz qisman yaqin, boshning sizga 8 ga ko'ra. 20 badan 8. Sababi buning nesi 5-6 tamoyil bor, siz faqat ikkitasini 6 ta. O'zgarishi bor bemorlarni yana ishlar olib qo'yiladi. Ularni bu ishlardan boshqa savollar men rostga tushunmayman.
Men baribir ana yerda o'tiraman. Ne degan savol? Nega Yerda beradigan deganimizning nechta bexos stol bor? Yerda beradigan degan so'zni ma'nosini Parhez stollar stol joyiga qilib har xil kasalliklarda nechta stol bor? 15. Agar hammasini bilishimiz kerak. Birinchi stol ichini ko'rib bilmasangiz, bilamizda misol 5 ta 10 ta ichiga haqlanadigan narsa. Boshqadan esa kasalliklarga nomi bemorlarda parhez stollar yarım metre tekrar To'rtinchi bo'limda sizda rasm berilgan. Shu rasmdagi qanday a'zo, shuni yozishingiz kerak. Va shu a'zoga tegishli u raqamlar berilgan. To'g'rimi? Shu raqamlarda shu a'zoni qanday anatomik xossalarini yozish kerak. Tepasiga familiyamizni yozing. Rasmdagi qanday a'zo. Yozing. Javob olsin. Endi raqamlarni qaysini bilasiz? Rasmlar qanday a'zo? O'yin aniq javobingizni. Shuning uchun qolganini so'radim. Chunki bu bo'yin o'marqasi masalada, buni o'marqaga tegishli emas. U bosh suyagiga tegishli, onasining ishlaydi. Javobi sana to'g'ri. Ma'no. Jazma. Shu bermay. Javob jazma. nega degan. Bergan Orada atau família.
Bunlar birinchi sizin birinchi bu bo'yicha bergan savolga javobimizni qo'ydim bor. 8 birinchiga 8. İkinciga 4. Üçüncü 10. Dördüncü kaçı? Hadi yılanlı, hadi yılanlı. Bayram. Hadi yılanlı sıfatını canlıymış. Onday tamam yaptığında. Narazi misiniz? Teşekkür tapsırmam da bu. Kurtulmuş bu hadi yılanlı. Ali Ivanis ya.